hurmatli tadbirkorlar, bankimiz mijozı bo'lib bizga kelib, bankimiz xizmatlaridan foydalanganlar uchun avvalambor sizlarga rahmat. Bugungi kunda bankimiz tomonidan tadbirkorlarga bir qator bank mahsulotlari joriy qilingan, kredit mahsulotlari, bulardan tadbirkorlik qilish istagini bildirgan har qanday jismoniy shaxs, O'zbekiston Respublikasida jismoniy shaxslarga, ya'ni shu kecha kunduzda o'zini o'zi band qilgan, oxirgi 2 oy davomida rasmiy ish haqi daromadiga ega bo'lmagan fuqarolarga bir qator imtiyozli kreditlarimiz demak yo'lga qo'yilgan. Ularga kreditimiz shartlari shunday: kreditimiz 48 oyga beriladi, 4 yilga, ya'ni 6 oylik imtiyozli davr bilan yillik 25% beriladi. Ayollar uchun esa 23% belgilangan. Ayollar uchun 23% belgilangan. Boshlang'ich to'lov talab qilinmaydi. Kredit olishda kredit mahsulotlari borda boshlang'ich to'lov. Masalan, avtokredit olsangiz 25%, ipoteka olsangiz 25 yoki 30% qo'yasiz. Bunda talab qilinmaydi. Talab qiladigan hujjatlar bor, faqat bunda shaxsni tasdiqlovchi hujjat bor, pasport, ya o'zini o'zi band qiladigan, qilinganligi to'g'risidagi ma'lumotnoma va hokim yordamchisi tomonidan mijozning faoliyati bo'yicha tavsiyanoma beriladi, bo'ldi. Boshqa hujjat yo'q. Demak, pasport, hokim yordamchisining tavsiyanomasi bo'ladi. O'zini o'zi band qilganligi to'g'risidagi ma'lumotnomasi bo'ladi, bo'ldi. Kreditni ta'minoti esa sug'urta polisi bo'ladi. Avval masalan ko'chmas mol-mulk olardik yoki bironta texnika olardik garovgada. Hozir unday emas. Sug'urta polisi bilan yoki kafillik shartnomasi bilan, shu shaxs kafilligida sizlarga kredit mablag'ini ajratib beraveramiz. Bu demak 17 million so'mlik biznesga ko'mak tamoyillariga beriladigan mikroqarzimizni tushuntirib o'tdim sizlarga. Shu bilan birga Prezidentimizning 2024-yil 7-sentyabrdagi PK 312 soni qarori bilan kichik tadbirkorlik subyektlariga kredit ajratish tartibini sizga tushuntirib o'taman. Bunda endi shunday bo'ladi, bunda 100 million so'mgacha sug'urta asosida beriladi. 100 million so'mgacha. 100 milliondan 300 milliongacha bo'lgani garovli mol-mulkdan ajratiladi. Bunda tadbirkorlik qilish istagini bo'lganlar bemalol murojaat qilish mumkin. 3 yilgacha imtiyozli davr bilan 7 yilga ajratiladi. 3 yilgacha imtiyozli davr bilan 7 yilga. Ya'ni masalan 2025-yil hozir bersak 7 yil mobaynida beramiz. 7 yil muddatga beramiz. Shuni dastlabki 3 yil imtiyozli davr. Ya'ni bunda faqat siz 3 yil davomida foiz to'laysiz. Keyin 4-yildan boshlab kredit bo'linadi, oyma-oy kredit to'lov boshlanadi. Foizi qanchadan degan savol bo'ladi albatta. Bunda hududni toifasiga qarab foizlar belgilanadi. Hududlar 1-toifadan 5-toifagacha ajratiladi. Demak, bu bo'ladi bizga, demak, 1-toifa 23%, 2-toifa 22, 21, 20, 19% ketaveradi. Hududni toifasi demak balandlashib boraversa, foiz pasayib boraveradi. 5-toifa og'ir hududlar. Masalan, mamlakatimizda qaysi tumanlari o'sha 5-toifaga tushadigan bo'lsa, bunga imtiyozli balandroq qo'yilgan, ya'ni foizi kamroq, 19% beriladi. Bunda ijobiy kredit tarifiga ega bo'lish kerak. So'ndirilmagan muddatda o'tgan kredit qarzdorligi mavjud bo'lmagan bo'lishi kerak. Oxirgi 1 yilda muddat o'tgan qarzdorliklarda 90 kundan oshmagan qarzdorliklar bo'lishi kerak. Ya'ni masalan kredit olib siz 3 oy davomida agar to'lamagan bo'lsangiz, unaqangi tadbirkorga, shaxslarga bu kredit ajratilmaydi.